O'layotgan otasining boshi ustida turib, duo o'rniga uning mol-mulkini qanday bo'lishishni rejalashtiradigan farzandlarni ko'rganda, oilaviy qadriyat degan tushuncha bizning seriallarda allaqachon komaga tushib bo'lganini tushunib yetasiz. 10-qismga kelib, ssenaristchilarimiz insoniy ochko'zlikning shunday darajasini ko'rsatishdiki, hatto eng toshbag'ir tomoshabinning ham qoni qaynab ketsa ajab emas. Kasalxonaning oppoq va sovuq devorlari orasida hayot-mamot jangi ketmoqda. Lekin bizning aziz qahramonlarimiz uchun bu shunchaki navbatdagi biznes loyiha. Otaning ahvoli og'irlashib, nafas olishga qiynalayotgan bir paytda qizining qilgan kichkina yordami uchun yigiti orqali xizmat haqi so'rashi bu nafaqat drama, balki axloqiy bankrotlikning cho'qqisidir. Noima o'zining ajoyib yigiti bilan birgalikda otasining cho'ntagini kavlashni boshlaganida mantiq va insof allaqachon palatadan qochib chiqib ketgan edi. Nega bizning seriallardagi yoshlar har doim o'z oilasini shilishni birinchi o'ringa qo'yishadi? Noimaning yigiti o'zini qutqaruvchi qahramon qilib ko'rsatib, so'ngra chek yozib berishni talab qilishi bu yilning eng oliyjanob vafosizligi bo'lishga loyiq. Uning uchun ota bu tirik inson emas, balki bankomatning o'zginasi. Boshqa tomonda esa bizning sirli farishtamiz Maftuna paydo bo'ldi. Ota Maftunani ko'rganda go'yo jannat eshiklari ochilgandek unga talpinishi, uning borligi otaga kuch berishi bu g'iybatning eng qizigan nuqtasi. Maftuna rostdan ham mehribonmi yoki u vasiyatnoma yoziladigan paytda eng yaqin masofada bo'lishni xohlayotgan aqlli strategmi? Uning otaning qo'lidan tutib, umid berishi va shirin so'zlar aytishi bu nafaqat Noimani, balki butun tomoshabinlar armiyasini shubha ostiga qo'ydi. Noima Maftunida nafrat bilan qarab turganida, uning ko'zlarida otasiga bo'lgan achinish emas, balki merosimga yana bir sherik paydo bo'ldi degan qo'rquv yaqqol sezilib turardi. Isyonkor yoshlar va an'anaviy kattalar o'rtasidagi bu to'qnashuv endi shunchaki oilaviy nizo emas, balki haqiqiy pul urushiga aylanib ulgurdi. Ota o'lim bilan o'lishib, o'z ayblarini yuvish uchun imkon so'rayotgan bir paytda, farzandlari uning o'rniga qimmatbaho mashina va hashamlatli hayotni tanlaslari bu milliy seriallarimizning achchiq haqiqati bo'lib qolmoqda. Noimaning yigiti Noimaga bosim o'tkazib, tezroq pulni undir, aks holda men ketaman deganida sevgi naqadar arzon narsa ekanini ko'rdik. Noima esa o'zining baxti uchun o'z otasining hayotini savdoga qo'yishga tayyordek ko'rinadi. Maftuna esa bu xaos ichida hammaning ishonchini qozonib, o'z mavqeini mustahkamlayapti. U rostdan ham otaning sog'ligi uchun duo qilyaptimi yoki bu duolar ortida uning o'zining maxfiy rejalari yashiringanmi? Eng dahshatli savol esa ochiq qolmoqda. Ota ko'zini ochib, Noimaning bu vijdonsizligini va Maftunaning asl maqsadini ko'rganida, uning yuragi bunday zarbaga dosh bera oladimi?